Assalomu alaykum YouTube kanalimizga obunachilar akalar. Bir kompaniya naborda izlaganmiz. Eldor bekamizga. Yaqin olib kelavering. Operator. Chiroq ismlarini yozib berganmiz. Naborning holatini ko'ringlar. O'ta katta bo'lgan, bahaybat bo'lgan akalar. Bitta katta bolta, kichkina bolta. 10 tadan chiqib, bitta katta ulama kaptir, bitta kichkina kaptir. Cho'g'larni ko'ring, to'rtlik cho'qda qayroq. Cho'g'larning har bittasiga ismlarini yozib berilgan, rasmini tushirib berganmiz akalar. Boltalarning ham holatini ko'ring. 2,5 kilolik boltasi. Ularda temirga reaksiyasini ko'ramiz akalar. Har doimli degandan temirimiz. Boltaga hech narsa qiyin yo'q. Bu musakilar 1 kilolik boltasi. Unda katta mollar bo'lsa, unda kichkina qo'ylarni bemalol aka suvoylariga ishlataverasizlar. Boltaga hech narsa qilgan yo'q mana akalar. Mana bu kaptiri bo'ladi akalar. Ham kichkina qilib, ham rezali akalar ular. Yana katta kaptir qilib, qarindosh urug'lar bilan, katta osh qilganda, sumalak qilganda akalar bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Yana oxirigacha ulansa, mana akalar. Bemalol 2 qo'lda ishlatsa bo'laveradi buni. Sho'lari ham toza klapandan bo'lgan akalar. Umuman zanglab qorayib qolmay suvda, soplar tekis saletdan, dumlar oxiriga chiqqan, zakilovka bo'lib ishlangan akalar bular. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu naborlarni $250 ga beramiz. O'zbekiston bo'yicha yetib beramiz akalar.